Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 2026 yil 11 iyuldan pensionerlar uchun kuchga kirishi kutilayotgan yangi talablar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, balki ota onasi, buvisi, bobosi, yaqin qarindoshi pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot yangilanmagan bo'lsa yoki bitta muddat o'tkazib yuborilsa, pensiya to'lovida kechikish, qayta tekshiruv yoki ortiqcha ovoragarchilik yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda aytaman. Oldin qanday edi? Endi nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va amalda nima qilish lozim? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqti yetib borsa, ko'p odamning muammosi oldindan hal bo'ladi. Avval ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin yillar davomida deyarli bir xil tartibda pulini olib kelardi. Kimdir bank kartasi orqali olardi, kimdir naqd shaklda olardi, kimdir pochta orqali olardi. Ayrim hollarda faqat yashash joyi o'zgarsa, pasport almashsa, bank kartasi muddati tugasa yoki pensioner vafot etsa, ma'lumotlarni yangilash kerak bo'lardi. Lekin amaliyotda ko'p pensionerlar pensiyam tayinlangan. Endi menga hech kim tegmaydi deb o'ylab qolgan. Endi esa asosiy e'tibor ma'lumotlarning to'g'riligiga, hujjatlarning mosligiga, yashash manzili, bank rekvizitlari, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va ijtimoiy holat haqidagi ma'lumotlarning yangilanganiga qaratilmoqda. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Davlat tizimlari pensiya oluvchining haqiqiy holatini aniq ko'rishi kerak. Agar tizimda eski pasport raqami tursa, yashash manzili boshqa bo'lsa, bank kartasi yopilgan bo'lsa yoki pensioner boshqa hududga ko'chib ketgan bo'lsa, to'lovni davom ettirishda savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu talablarning maqsadi odamlarni qiynash emas, balki noto'g'ri to'lovlar, 2 marta hisoblash, vafot etgan shaxs nomiga pul tushishi, hujjatdagi xatolar sababli keyinchalik qarzdorlik chiqib qolishi kabi holatlarning oldini olishdir. Lekin niyat yaxshi bo'lsa ham amalda tayyor bo'lmagan odam ko'p ovora bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun aynan tayyorgarlik haqida gapiryapman. Birinchi navbatda pensioner o'z shaxsiy ma'lumotlarini tekshirilishi kerak. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, yashash manzili va telefon raqami to'g'ri bo'lishi shart. Ko'p odam mening ismimni hamma biladi-ku deb o'ylaydi. Lekin tizim uchun Abdullayev bilan Abdullayev o'rtasida ham farq bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir joyda 1952 yil 3 mart, boshqa joyda 1952 yil 3 mart bo'lib qolsa, bu ham tekshiruvga sabab bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 12 yoshli pensioner 2024 yilda eski pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin pensiya bo'limiga yangi hujjat ma'lumotini kiritmagan. Bankda karta yangi ID orqali ochilgan. Pensiya tizimida esa eski pasport raqami qolgan. Bunday vaziyatda pul butunlay to'xtab qoladi deb qo'rqitmoqchi emasman, lekin qo'shimcha tasdiqlash so'ralishi. Pensionerning shaxsan borishi yoki farzandi orqali hujjat yetkazishi talab qilinishi mumkin. Agar odam yoshi katta, yurishi qiyin bo'lsa, bu juda katta noqulaylik. Ikkinchi masala bank kartasi va to'lov shakli. Hozir ko'p pensionerlar pensiyasini plastik kartaga oladi. Bu qulay. Lekin karta muddati tugash, karta bloklanish, bank filiali o'zgarishi yoki hisob raqam yopilishi mumkin. Pensioner kartam bor-ku deb yuraveradi. Aslida karta ishlamay qolsa, pensiya hisoblangan bo'lsa ham pulni olishda muammo bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga kartaning amal qilish muddatini ko'rib chiqishni maslahat beraman. Agar karta 2026 yil iyul atrofida yoki undan oldin tugasa, uni oldindan yangilab qo'yish kerak. Uchinchi masala yashash manzili. Ko'plab pensionerlar bir hududda ro'yxatda turadi. Lekin amalda farzandining uyida boshqa tumanda yashaydi. Masalan, pensioner Namanganda ro'yxatda, lekin 2 yildan beri Toshkentda qizi bilan yashayapti. Tibbiy xizmatni Toshkentda oladi, bank kartadan Toshkentda foydalanadi. Lekin pensiya hujjatlarida eski manzil turibdi. Agar ma'lumotlar solishtirilsa, savol tug'ilishi tabiiy. Bu yerda asosiy xavf shuki, pensionerga yuborilgan xabarnoma, chaqiruv yoki tekshiruv talabi eski manzilga ketishi mumkin. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. 4-masala ishlayotgan pensionerlar.
Ayrim pensionerlar pensiya yoshiga yetgan bo'lsa ham ishlashda davom etadi. Bunda ish joyi, daromad, mehnat shartnomasi va ijtimoiy soliq ma'lumotlari elektron tizimlarda aks etadi. Agar ishlayotgan pensionerda pensiya turi imtiyozli to'lov yoki qo'shimcha ustama bo'lsa, uning shartlari alohida tekshirilishi mumkin. Men bu yerda hammani qo'rqitmayman, ishlash taqiqlanmaydi. Lekin ishlayotgan pensioner o'z pensiya turi qanday tayinlanganini bilishi kerak. Oddiy yoshga doir pensiya boshqa, nogironlik pensiyasi boshqa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi boshqa. Imtiyozli shartlar asosida tayinlangan pensiya boshqa. 5-masala nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu toifa alohida e'tibor talab qiladi. Nogironlik muddatsiz belgilanganmi yoki ma'lum muddatgami, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari yangilanganmi, reabilitatsiya hujjatlari va guvohnomalar nosmi, bularning barchasi muhim. Masalan, bir kishiga nogironlik 2026 yil may oyigacha belgilangan bo'lsa, u iyulga borib hujjatini yangilamasa, pensiya bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. Men avval olganman-ku degan gap yetarli bo'lmaydi. Chunki muddatli hujjatning muddati tugagan bo'lsa, tizim uni tasdiqlangan holat deb ko'rmasligi mumkin. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hujjatini yaqinda almashtirganlar, boshqa viloyatga ko'chganlar, bank kartasi muddati tugayotganlar, nogironlik muddati yaqinlashganlar, vasiy yoki ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar, uzoq vaqt chet elda bo'lgan pensionerlar, shuningdek pensiya miqdorida tushunarsiz o'zgarish sezganlar. Agar sizning pensiyangiz har oy bir xil tushayotgan bo'lsa ham, hujjatlaringiz eski bo'lsa, tekshirishni kechiktirmang. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning ID kartangiz amalda bo'lsa, yashash manzillaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingiz nomingizda yoki sizga doimiy yetib boradigan raqam bo'lsa, pensiya turi bo'yicha muddat tugaydigan hujjat bo'lmasa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Muammo yo'qdek tuyuladi, lekin bitta harf xato yozilgan bo'ladi yoki eski pasport raqami saqlanib qolgan bo'ladi. Keling, raqamli misol qilamiz. Bir pensioner oyga 21 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi iyun oyida tugagan, lekin u buni sezmagan. Iyul oyida pul hisoblanadi, lekin karta orqali yechib bo'lmaydi. Pensioner bankka boradi. Bank esa yangi karta ochish uchun ID karta va telefon raqami kerakligini aytadi. Telefon raqami farzandining nomida, ID kartadagi ma'lumot bank bazasidagi eski pasport bilan mos kelmaydi. Natijada oddiy karta yangilash ishi 2-3 kun emas, bir necha haftaga cho'zilishi mumkin. Bu davrda pensioner dori-darmon, kommunal to'lov va kundalik xarajatlarda qiynaladi. Yana bir misol. Aytdim, 2 yoshli ayol pensiyasini o'g'li ishonchnoma orqali olib keladi. Ishonchnoma muddati 2026 yil 1 iyulda tugaydi. Oila esa buni esdan chiqaradi. 1 iyuldan keyin yangi tartib bo'yicha vakilning huquqi tekshirilganda eski ishonchnoma qabul qilinmaydi. Natijada pensionerning o'zi borishi talab qilinadi yoki yangi ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish, tibbiy ma'lumotnoma olish, qo'shimcha xarajat qilishga to'g'ri keladi. Buning oldini olish uchun ishonchnoma muddatini hozirdan ko'rish kerak. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar faqat pensiya bo'limiga borish kerak deb o'ylaydi. Aslida muammo qayerda ekaniga qarab, turli joyga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar shaxsiy hujjatda xato bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish organlari bilan bog'liq masala bo'lishi mumkin. Agar bank kartasida muammo bo'lsa, bankka boriladi. Agar pensiya miqdori, ish staji yoki pensiya turi bo'yicha savol bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilinadi. Agar nogironlik hujjati bo'yicha muddat bo'lsa, tibbiy ekspertiza masalasi ko'riladi. Yana bir nozik jihat pensionerning telefon raqami. Bugun ko'p xizmatlarni tasdiqlash kodi telefonga keladi. Agar raqam yo'qolgan bo'lsa, boshqa odam nomida bo'lsa yoki pensioner undan foydalanmasa, xabarlar yetib bormaydi. Men har doim aytaman. Pensionerning o'zi ishlatadigan yoki uning doimiy qarovchisida bo'lgan raqamni asosiy aloqa raqami sifatida ko'rsatish kerak. Aks holda xabarnoma keladi, lekin pensioner bilmaydi. Muddat beriladi, lekin muddat o'tib ketadi. Chet elda yashab turgan pensionerlar ham alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Ba'zi odamlar farzandi yoniga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketadi. Pensiya esa O'zbekistondagi kartaga tushishda davom etadi. Bu holatda yashash joyi,
shaxs tirikligi, vakil orqali pul yechish, karta xavfsizligi kabi savollar paydo bo'lishi mumkin. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, rasmiy tartibni aniqlab olish kerak. Chunki kartamga tushyapti, demak hammasi joyida degan fikr keyin muammo tug'dirishi mumkin. Vafot etgan pensioner bo'yicha ham oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Men buni og'ir mavzu bo'lsa ham aytishga majburman. Agar pensioner vafot etsa, oila bu haqda tegishli idoralarga o'z vaqtida xabar berishi kerak. Aks holda keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Ba'zilar kartaga tushgan pulni ishlatdik. Bizga kerak edi deydi. Lekin huquqiy tomondan bu pul pensioner vafotidan keyingi davr uchun noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qarzdorlik sifatida chiqishi mumkin. Shu sababli bunday holatda darhol rasmiy tartibda harakat qilish kerak. Imtiyozli pensiyalar ham nozik masala. Masalan, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, ma'lum kasb egalari yoki maxsus staj asosida pensiyaga chiqqanlar bo'lishi mumkin. Ularning hujjatlari orasida mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish joyidan berilgan tasdiqlar, buyruqlar, lavozim nomlari muhim ahamiyatga ega. Agar eski hujjatdagi lavozim nomi bilan elektron bazadagi nom mos kelmasa, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishda savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun eski mehnat hujjatlarini yo'qotmaslik kerak. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar ham shartlarni tekshirishi kerak. Bu pensiya turida oluvchining yoshi, o'qishi, mehnatga layoqati, oilaviy holati muhim bo'lishi mumkin. Masalan, talaba 23 yoshgacha o'qiyotgani uchun pensiya olayotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanishi kerak. Agar talaba o'qishni tugatsa yoki o'qishdan chetlatilsa, pensiya shartlari o'zgarishi mumkin. Bu oddiy pensionerlarga o'xshamaydi. Bu yerda har bir holat alohida ko'riladi. Yana bir katta xato, odamlar og'zaki gapga ishonadi. Mahalladagi falonchi aytdi, bankdagi tanishim shunday dedi. Internetda o'qidim degan ma'lumot bilan ish bitmaydi. Men ekspert sifatida tavsiya qilaman. Har qanday muhim masalada yozma yoki rasmiy javob oling. Agar murojaat qilsangiz, ariza raqamini saqlang. Agar hujjat topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki elektron is qolsin. Keyin nizo chiqsa, men aytgandim emas, hujjat gapiradi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Hujjatlarni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, mehnat daftarchasi, nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy ekspertiza hujjati, ishonchnoma. Nikoh yoki vafot haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Hammasini alohida papkaga solib qo'ying. Hujjatlarni suratga olib, telefonda ham saqlab qo'yish foydali, lekin asl nusxalarini albatta asrang. Ikkinchi qadam, ID karta yoki pasport ma'lumotini tekshiring. Amal qilish muddati tugamaganmi? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana xatosizmi? Shaxsiy identifikatsiya raqami bor va aniqmi? Shuni ko'ring. Agar hujjat yaroqsiz bo'lsa, yirtilgan, o'qilmaydigan yoki muddati tugagan bo'lsa, uni almashtirish masalasini kechiktirmang. Uchinchi qadam, bankka boring yoki bank ilovasi orqali kartani tekshiring. Karta qachongacha amal qiladi? Pensiya aynan qaysi hisobga tushadi? Hisob faolmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqami to'g'rimi? Shularni aniqlang. Agar pensioner bank ilovasidan foydalana olmasa, farzandi yordam bersin. Lekin karta PIN kodi va SMS kodlarini begona odamlarga bermaslik kerak. Hatto qarindosh bo'lsa ham ehtiyotkorlik zarur. 4-qadam, yashash manzilini tekshiring. Siz qayerda ro'yxatda turibsiz, amalda qayerda yashayapsiz? Pensiya hujjatlarida qaysi manzil ko'rsatilgan? Shular mos keladimi? Agar uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, tegishli tartibda manzil ma'lumotini yangilash kerak yoki kamida pensiya bo'yicha xabarnomalar sizga yetib borishini ta'minlash kerak. 5-qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Imtiyozli pensiyami? Har birining talabi boshqacha. Agar bilmasangiz, pensiya tayinlangan hujjatga qarang yoki tegishli idoradan ma'lumot so'rang. Men pensiya olaman degan umumiy javob yetarli emas. Aynan qaysi asosda olayotganingizni bilishingiz kerak. 6-qadam, agar ishonchnoma orqali pensiya olinayotgan bo'lsa, uning muddatini tekshiring. Ishonchnomada kimga huquq berilgan, qaysi muddatgacha qaysi harakatlarni bajarishga ruxsat berilgan, shularni ko'ring. Ba'zi ishonchnomalar faqat pul olishga, ba'zilar bank hisobini yuritishga. Ba'zilari ariza topshirishga ham ruxsat beradi.
matnni o'qimasdan turib ishonchnoma bor deyish yetarli emas. 7-qadam, agar nogironlik yoki tibbiy holat asosida pensiya olayotgan bo'lsangiz, muddatni ko'ring. Qayta ko'rik qachon? Hujjat muddati qachon tugaydi? Shifokor ko'rigidan o'tish kerakmi? Bularni oldindan belgilang. Odatda odamlar muddat tugashiga 1 hafta qolganda yuguradi. Keyin navbat, ma'lumotnoma, tahlil, qabul va boshqa sabablar bilan vaqt yetmay qoladi. Men kamida 1-2 oy oldin tayyorgarlik ko'rishni maslahat beraman. 8-qadam pensiya miqdorini kuzating. Har oy qancha tushyapti? Oshganmi, kamayganmi? Bir oy tushmay qolganmi? Bularni yozib boring. Agar 1.500.000 so'm olayotgan bo'lsangiz va bir oy 900.000 tushsa, keyingi oy to'g'rilanar deb kutmang. Darhol sababini so'rang. Ba'zan ushlab qolish, qayta hisoblash. Bank komissiyasi qarzdorlik yoki texnik xato bo'lishi mumkin. Sababini bilmasangiz, keyin katta muammoga aylanadi. 9-qadam, rasmiy murojaat qilishni o'rganing. Arizada ism, familiyangizni, JSHR raqamingizni, manzilingizni, telefon raqamingizni, muammo mazmunini aniq yozing. Masalan, mening pensiya to'lovim 2026 yil iyul oyida kechikdi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holati bo'yicha yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozish kerak. Pensiyamni ko'rib bering degan umumiy gap ko'p hollarda yetarli bo'lmaydi. 10-qadam, farzandlar va yaqinlar pensionerga yordam berish kerak. Lekin yordam degani hamma narsani yashirincha qilish emas. Pensionerning o'zi nima bo'layotganini bilsin. Qaysi karta, qaysi hujjat, qaysi idora, qaysi muddat. Bularni unga oddiy tilda tushuntiring. Katta yoshdagi odamlar ba'zan savol berishga uyaladi. Bolalarim biladi deydi. Lekin pensiya uning huquqi, uning daromadi, uning hayoti uchun muhim mablag'. Agar siz hozir nimadan boshlashni bilmasangiz, eng oddiy ro'yxatni tuzing. Bugun ID kartani tekshiraman, ertaga bank kartini tekshiraman. Keyingi kun pensiya turi va hujjatlarni ko'raman. So'ng yashash manzili va telefon raqamini aniqlayman. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar muammo chiqsa, 2026 yil 1 iyulni kutmasdan hal qilasiz. Hurmatli tomoshabinlar, men bugun sizga asosiy fikrni aniq yetkazmoqchiman. 2026 yil 11 iyuldan pensionerlar uchun eng muhim narsa hujjatlarning to'g'riligi, ma'lumotlarning yangiligi va pensiya olish shartlarining aniq bajarilishidir. Muammo ko'pincha katta qonunda emas, kichik e'tiborsizlikda chiqadi. Eski pasport, muddati tugagan karta, noto'g'ri manzil, yangilanmagan telefon raqami, muddati o'tgan ishonchnoma yoki tasdiqlanmagan tibbiy hujjat. Men sizga maslahat beraman. Bugundan tayyorgarlikni boshlang. Ota-onangizning, buvingizning, bobongizning hujjatlarini tekshiring. Pensiya kartasi ishlayaptimi? ID karta joyidami? Manzil to'g'rimi? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Hammasini ko'rib chiqing. Bu ish bir kun vaqt olishi mumkin, lekin keyinchalik bir necha hafta yugurishning oldini oladi. Sizningcha bu yangi talablar pensionerlar uchun qulaylik yaratadimi yoki ortiqcha ovoragarchilik bo'ladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring. Chunki vaqtida bilgan odam tayyor bo'ladi. Tayyor odam esa o'z huquqini yo'qotmaydi.